Medaviy bilan Napoleonni xolasi trend bo'lib ketib qolsa. Un kakao разрыхлитель сахарной пудры. Yaxshilab tyorkadan chiqarilgan muzde bondibyut sariyolari. Qo'limizda kroshka holatiga keltirib, 3 ta tuxumni qo'shib, bir ro mikser qilib olamiz. Xamir holatiga tez keladi. Yaxshilab urib, 10 minut tindirishga qo'yamiz. Qulay usulda yoyib olib, patnisni bu yoq tarafiga qo'yib, 180 gradus 10 minut duxovkaga yuboramiz. Nachinkasi uchun magizni qaynoq suvda yumshatib oldim. Olchani bo'lsa, kraxmal shakar bilan quyuq holatga keltirib olamiz. Bondibyut zgushonkasi bilan eng ishonchli morojniy krem bitada tayyor. Qaymoq bilan zgushonka proporsiyasini to'g'ri olib, mikser qilib olamiz. Xuddi videoda ko'rsatilgandek yig'ib olamiz. Birinchi etajiga magiz, keyingi etajiga olcha, undan keyingisiga yong'oq qildim. Xohishga ko'ra hammasini bitta ham qilib yuborishim. Videoning tagida hamma narsani necha grammdan solishi aniq-tiniq qilib yozib qo'ydim. Videodan foydalanib, rejani bosib qo'ying. Aytgancha, bondibyut zgushonka va sariyolari bilan har bitta shirinligingiz mazali chiqadi. O'zimni shaxsan sinovimdan o'tdi. 3 soat xolodilnikda ushadik, voila, tayyor. Medavik bilan Napoleonni orqada qoldirib yuboradigan desert bo'ldi. To'xtang. Rejani bosib qo'ying, bilasiz-ku, ko'nglim ko'tariladi. Mazasiga gap bo'lishi mumkin emas, olinglar. Xolajonlarga videoni jo'natib qo'yinglar.